Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Enmedev kompaniyasini Crafers Wafers degan mahsulotlarini yeb ko'ramiz. Men 4 xilini sotgan edim. Vitrinada 4 xilini sotib oldim. Hozir bittasini bo'ldim. Hozir yeb ko'ramiz. Bu молочный shokoladli ekan. Wafli, bu esa yogurtli, bu esa fistashkovый, bu esa oddiy shokoladli. Tak, молочныйsini mana bo'lib oldim. Ko'rinishi, men buni boshida plitkada bo'laman. 5000 so'mdan bo'lganiga. Voy, buncha arzon deb o'yladim. Keyin qarasam Wafers deb yozilgan. Mana shunaqa ko'rinishda ingichkagina bo'lar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Ichida молочный krem bor. Mazasi приятный. Keyingisini yeb ochib ko'raman. Lekin soyevый привкус keldi. Ozgina. Vaqt ketmasligi uchun har ikkalasini ochib oldim. Endi fistashkovini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Fistashkani hid kelar ekan. Shokoladli lekin bunaqa men bu молочныйdan прям разницasi yo'q, просто fistashkali krem ekan. Keyingisi yogurtli. Rahmanirrohim. Yogurtli hidga yozdi. Keyingisi oddiy shokoladli. Xullas, sizlar bilan mana to'rtasini ham obzor qilib oldik. Har bittasini vkusi haqiqatan kelyapti, lekin emulgator, ya'ni emulgator to'g'ri aytayotgan bo'lsam, hid beruvchilar juda ham ko'p qo'shilgan. O'shaning uchun menga eng ko'p mana shu oddiy shokoladligi yoqdi. Unaqa har xil hidlar, anaqalar kam ekan. Mazasiga kelsak, har kuni yesa bo'ladimi yo'qmi? Aniq aytolmayman. Men o'zim yeymanmi yo'qmi deb, menimcha unaqa har kuni yemasam kerak, lekin perekusligi ko'chada ko'rib qolsanglar, olib yesanglar bo'ladi. Shunaqa. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha, bye bye.